Pyotr Kiriletda oldimizga kelgan akim vakillab qoladilar. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun biz suhbatdoshimiz ko'pchilikka tanilib ulgurgan va sizlar ijtimoiy tarmoq orqali albatta ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin va qaysidir ma'noda yosh iqtidor egasi dorboz san'atining bugungi vakillaridan biri Afruzani qisqa suhbatimizga taklif qilganmiz va ochig'i bu suhbatdan shaxsan o'zim juda ham xursandman va ushbu suhbat ahamiyatli jihati yosh qahramonimiz birinchi marotaba mana shunday intervyu beryapti. Demak, bugun Afruza bilan yaqindan tanishamiz, ularning ushbu san'atga kirib kelishi va kelajakdagi orzulari haqida gaplashishga, bilishga harakat qilamiz. Afruza, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sizni mana ko'pchilik taniydi, sizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishadi. Umuman san'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Juda ham qiyin mashqlarni ham bajarasiz, mana toshlar bilan ishlaysiz. Umuman san'atga kirib kelishingiz qanday va bu qiyinchilik tug'dirmaydimi? Men 1,5 yoshligimdan beri dorga chiqaman. Va bu san'atga o'zim xohlaganman. Dadam bilan kirib kelganmiz. Birinchi kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Qiziqishdan va mashq jarayonlari haqida gapirib bering. Kichkinaligimda dadam 3 kilolik, 2 kilolik toshlar berganlar. O'shalarni ko'tarib o'rganib ketganman. Hozirgi 8 kilolik, 16 kilolik toshlarni men eng kichik barmoqlarimni ko'tarib tashlayman ularni. Rostdan qiyinchilik tug'dirmaydi. Yo'q. Demak, juda ko'p mashqlar qilgansiz. Demak, bu yo'lga kirib kelishingizga asosiy ustozingiz dadangiz. Shunaqami? Ha, dadam bo'ladi. Oilada oilangiz haqida ham gapirib bering. Nechta farzandsiz, nechinchisiz? Men 4-farzandlarimman, 4 ta qiz, bitta o'g'il bor. Eng kichkisi ukam bo'ladi, Mustafa Ali. Dorga chiqadi u ham. Yoshligidan dorga chiqadi. Opam bor, ko'zini boylab narsalar topadi. Ikkinchi opam ham bor, mashinani qo'llaridan bostirib o'tadi. Tushunarli. Necha yoshsiz, nechinchi sinfsiz, qayerda o'qiysiz? Besharg'ida sentrda, markaziyda, 45-maktab, 3-sinfman, yoshim 9da. Mana san'atni ancha yillardan beri shu san'at ichida yuribsiz. Ko'pchilik o'ylashadi, Afruzani kelajakdagi orzulari qanaqa ekan, kim bo'lar ekan, yo ushbu san'at bilan qolarmikin, kelajakda qanday orzular ekan, bor ekan deb o'ylashadi-da. Kelajakdagi orzularingiz haqida gapirib bering. Men boksyor bo'laman, katta bo'lsam. Va hozir ham MMA'ga qatnayman, boksga qatnayman. Bir ikkita davlat shu tumanlarda yutib kelganman. Demak, birinchi o'rinda kelganman. Men O'zbekiston bo'yicha o'tkazilayotgan sport musobaqalarida ishtirok etib kelyapsiz, g'olib bo'lib kelyapsiz. Kelajakdagi maqsadingiz ushbu sport turlari bo'yicha O'zbekiston bayrog'ini yanada ko'klarga ko'tarmoqsiz, shunaqami? Albatta. Tushunarli. Ko'pchilik aytishadi, yoshsiz deydi. O'zingizdan kattaroq toshlarni, hatto sizdan katta bolalar ham ko'tara olmay turgan toshlarni ko'taryapsiz-da. Ba'zida qiynalib ketgan paytlaringiz bo'ladimi? Charchab ketdim degan paytlar ham bo'ladimi? Nima sizga kuch beradi? Mana kecha kuni men borib kuzatdim. Juda ham adashmasam bir tonna 200 kiloli avtomobil tortdingiz-da. Avvalo Bir birinchisi xil payt doim ham tortaverasizmi yo bir xil payt charchab ham qolasizmi? Kuchga tortaveraman. Doimo. Nima kuch beradi sizga? Avvalo birinchisi Alloh, keyingisi davlatim, otam bo'ladilar. Otangiz haqida gapirib bering. Dadam menga o'rgatganlar, shularni o'zlari o'rgatganlar, tosh ko'tarishdi, o'zlari polvonlar. Hamma dorboz polvonlar ichida birinchi o'rinda turadilar. Mana otam bo'ladilar. Tushunarli. Mana sizni ko'chalarda yursangiz ko'pchilik taniydi-da, to'g'rimi? Rasmlarga tushadi. Nima ko'nglingizdan nima o'ta xursand bo'lasizmi? Shu san'at yo'liga qiyinchiliklar bo'lgan payti, afsuslagan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bekor kiribman, qiyin ekan bu. Qiynalib ketdim, toshlari og'ir degan paytlar ham bo'lganmi yoki dorga chiqqaningizda hech bir qiyin vaziyatlar bo'lganmi? Shunaqa voqealar bo'lganini eslay olasizmi? Biror marta dorpordan ham tushib ketmagansiz doim? Yo'q. Bir marta ham tushunarli. Masalan, O'zbekiston juda ko'p joylarda bo'lgansiz-a? Chunki men yoshligimdan o'rganganman-da, o'shaning uchun menga bilinmaydi. Yoshligingizdan, 1,5 yoshingizdan beri O'zbekistonni hamma joyda bo'lgansiz-a? Butun O'zbekistonda davlatlarga borib kelganman. O'zbekiston viloyatlariga, hamma joylarga. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston hamma yo'q bo'yicha hozir g'olib bo'lib kelganman. Hamma taniydi. O'zbekistonning blogerlari nazarda tursin, Rossiyani blogerlari kuzatadi meni. Rostdan. Sizni ko'rib turgan tomoshabinlarga nima gaplaringiz bor? Nima degingiz keladi? Masalan, sizni yaqindan tanishmoqchi bo'lgan odamlar mana sizni tanidi. 9 yoshsiz, 3-sinfsiz, Beshariq tumanidagi 45-maktabda o'qiysiz.
dars shu bilan birgalikda faqat bu dorboz san'atida emas, balki siz shu bilan birgalikda sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanyapsiz. Maktabdan keyin sport zallariga boryapsiz. Mana orzularingiz juda katta. Shu bilan birgalikda sizni ko'rib turgan shu sizni muxlislaringizga nimalarni aytgingiz keladi? Bugun nimalar bilan bandsiz? Shular haqida gapirib bering. Bugunmi? Tosh ko'tardim. Farg'ona shahrida tomosha ko'rsatyapsiz, to'g'rimi? Men Dehqon bozorining oldida tomoshamiz bo'lyapti. Soat 10 dan kechqurun to 6 largacha bo'lyapti. Siz shunda maktabdan chiqib bu yerga kelyapsiz. Yo'q, maktabdan chiqib zalga boraman, zaldan keyin baqa kelaman. Demak, bugun hurmatli bizni kuzatib turganlar, Afruzaxonning tomoshalarini ko'rmoqchi bo'lganlar shu kunlarda Farg'ona shahridagi dehqon bozorini yonginasida dorboz san'atini tomoshalarini namoyish etyaptilar. Kelib bemalol ko'rishlaring mumkin. Afruza, sizni shu xalqimiz orasida tosh ko'tarishingiz, mashinani tortishingizdan ham ko'ra yana bir odamlarga yoqadigan jihatingiz bor-da, bilasizmi nima? Sizni raqsingiz ham shu xalqimiz orasida ommalashgan. Ushbu san'at tomoshalarini sizga kimdir o'rgatadimi yo o'zingiz o'ylab topasizmi yoki-da mana shu sizga doim o'rgatadigan bir ustozingiz bormi? Bor. Kim? Otam. Otangiz o'rgatadilar. Raqsga tushishni o'zim o'rganganman. Tosh ko'tarish, zalga borish, bokslarda hamma yoqda dadam o'zi zal ochib berganlar, o'shalar dadam o'rgatadilar. Demak, uyda sport bilan alohida shug'ullanasiz. Uyimda ham zalimiz bor. Raqs bilan ham shug'ullanasiz. Maktabda yaxshi o'qiysizmi? Afruza maktabda yaxshi o'qiydimikin deb o'ylashadi-da ko'pchilik. Maktabga ham borib yaxshi o'qiysiz, shunaqami? Kitob o'qiyman. Rostdan, qanaqa kitob o'qidingiz? Oddiy badiiy kitoblar o'qib turasiz. Kitobni qoldirmaysiz-a? Yo'q. Unda yaxshi. Maktabni qoldirmayman, ustozimga sodiqman. Rostdan. Ustozimni yaxshi ko'raman. Ustozingiz sizni ko'rib turgan bo'lsa, salomlaringizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Baraka. Xudo xolasa yaqinda yana boraman. Bugun ham bordim-ku. Men to'g'risi, men o'g'lim bor, xuddi sizga o'xshaydi. Qiz farzand bersa ham sizga o'xshasiz, juda ham mendan ham chaqqon ekansiz. Birorta anunda qilaylik, qiyinchiliklar ham bo'lganini eslang. Masalan, faraz qiling, Surxondaryo. Qiyinchilik bo'lmagan. Yo'q, bo'ladi-ku. Hamda Surxondaryo bir joyga bordim deng. Misol uchun bizda ham qiyinchilik bo'ladi deng. Bir xil payt ovqatsiz qolib ketarsiz, bir kun yomg'ir yog'ar. Surxondaryoda Termizda o'ynayotganimizda Cho'nchi degan joyda qor yoqqanda 20 kun qor yog'di, shu yerda qolib ketganmiz. Demak. O'shanda ham o'ynaganmiz, odamlar bizni ko'rgani kelganda. O'shanda ham majbur bo'lganmiz o'ynagan. Demak, shuna qiyin vaziyatlar ham bo'ladi. Turli xil qiyin vaziyatlarda ham demak sizga odamlarda o'sha muxlisligi kuch berib turadi. Yomg'irlar, qorlar ham sizga. Keyin Surxondaryoda Sherobod degan joyda o'ynayotganimizda svet o'chib qolgan. Endi men o'yinga chiqqanimda, keyin dadam svet o'chgandan keyin kimdir dvижокda olib kelganlar. Odam yo'q ketib qolganda, keyin hammamiz o'tirdik, keyin men yig'lab yubordim endi. Keyin dadam o'zlari menga o'ynab ber dedilar. Keyin o'ynab berdim, 100 ming keyin xursand bo'ldim. Demak, bunaqa voqeliklar ham bo'lib turadi. Doimo oson emas ekanda sizga ham, to'g'rimi? Mana siz 9 yoshsiz, juda ham bu 9 yosh degani juda ham kichik. Doimo sizni maqtay turgan odamlar bo'lmaydi. Ba'zilar sizni tanqid qiladiganlar ham bormi? Bor, negativchilar. Negativchilar hech o'ziga yetmaydi, lekin yo yetganmi? Yo'q. Chunki yetsa, u uyda turib kariletda oldimizga kelgandan keyin makillab qoladilar. Rostdan. Shunaqa mana yoshsiz, negativchilarni bilasiz ekan, sizga tanqid qiladiganlar bor ekan. Tanqid qiladiganlar sizga ta'sir qiladimi yo e'tibor bermaysizmi? Men ularga bir tengilmayman ularda. E'tibor qaratmaysiz. Tengilmayman. Ularga ahamiyat ham bermaysiz. Tushunarli. Afruza, mana juda ham kelajakda orzularingiz ko'p ekan. Kelajakdagi eng katta orzularingiz nima? Kimga havas qilasiz? Kimlarga o'xshagingiz keladi? Prezidentimiz bilan shunday qo'l berib bitta so'rasam bo'ladi, armonim yo'q. Rostdan, eng katta orzungiz, iloyim orzungizga yeting. Boksyorlik bo'yicha Diyora Keldiyorovga o'xshagim keladi. Demak, mana Olimpiada chempioni bo'ldi. O'sha Diyora Keldiyorovaga singari O'zbekistonni dunyoga tanitadigan sport yulduziga aylanmoqchisiz, to'g'rimi? Tushunarli. Ota-onamni va buvalarimni hammasini Hoji safariga jo'natish. Yana bir orzularingizdan biri, demak, ota-onangizni, yaqinlaringizni Hoji safariga jo'natish. Hoji safariga jo'natish. Mazmunli va
Nega ko'z yoshlar? Chunki nega ko'z yoshlar Afruza? Nega buncha ko'z yoshlar? Sababi nima? Dadangizni yaxshi ko'rasiz, oyingizni yaxshi ko'rasiz. Ular sizni tarbiyalab, mana shunchalik yil ichra tanitdi, to'g'rimi? Menimcha, men kecha tomoshalarda ham ko'rdim, dadangizni ko'proq yaxshi ko'rasiz va dadangiz sizga doim dalda berib turar ekan, to'g'rimi? Shunaqa bu ko'z yoshlari sababi menimcha shu bo'lsa kerak. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Doimo sizni yaxshi va yangi tomoshalar bilan xalqimizni ko'nglini zabt etib bering. Sizga omad va zafarlar yor bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga yaxshi va yangi lavhalarni uzatishda doim harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, Dehqon bozorining oldida, Farg'onada, sentrda, Dehqon bozorining oldida soat 10 dan kechqurun soat 6 gacha tomoshamiz boshlanadi. Hammalaring kelinglar, ko'rganda ko'rishguncha. Xayr.